onamlar shu stakanga solib, shuni yaxshilab presslab, shu tayyorlayotganlar edi. Bu mana bizani mazali taomlarimizdan keyin desertga mana muravyiyniklarimiz, mana bu yoqda Napoleon, Napoleon deb ko'raylik. Kremlar yonib oqib ketibdi-yu. Mana bitta bo'lsa mana zavarnoylarimiz mana tayyor bo'lgan. Buni ko'rinishiga o'zingizlar baho berasizlar. Kimgadir Napoleon yoqadi, kimgadir mana zavarnoy yoqadi. Kimgadir bo'lsa mana shu o'zimizning yoshlikni eslatadigan muravyiyniklar yoqadi. Shu narsani tayyorlayotganimda kichkina stakanimiz bo'lardi. Onamlar shu stakanga solib, shuni yaxshilab presslab, shu tayyorlayotganlar edi. Nechtadir taxminan bir 10 tasini tayyorlaganlar edi. Bu yoqdan biz 2-3 tasini yeb qo'yardik. Hozir shu narsa esimga tushib ketdi. Bu tam shu haqiqiy yoshlikni eslatadigan tam bo'lgan lekin. Bunaqa desertlarni-chi, mana bunaqa fruktli choy bilan yeyish kerak bor-ku. Bismillah. Voy voy